Toshkent Turin Politexnika universiteti akademik litseyiga xush kelibsiz. Bizning litseyimiz sizni yuksak imkoniyatlarga yetaklaydigan maskan. Biz shunchaki o'qimaymiz, balki o'z kelajagimiz poydevorini birgalikda quramiz. Bizning litseyimiz 2010-yilda tashkil topgan bo'lib, shu kungacha faoliyat yuritib kelmoqda. Bizda ikkita yo'nalish bor: texnika hamda iqtisod. Texnika yo'nalishida fizika va matematika fanlari chuqurlashtirib o'tiladi. Iqtisod yo'nalishida esa matematika hamda ingliz tili fanlariga ko'proq e'tibor beriladi. Bizning ustozlar tajribali mutaxassislar bo'lib, hozirda 39 nafar bosh, yetakchi, katta darajadagi o'qituvchilardan iborat hamda xorijiy va milliy sertifikatlarga ega bo'lgan pedagoglar jamoasi faoliyat yuritib kelishmoqda. Ular qatorida fan nomzodlari va professorlar ham bor. Ular har bir o'quvchining potensialini ochib berishadi va oliy ta'lim muassasalariga kirishlarini kafolatlashadi. Hozirda akademik litsey o'quvchilarining oliy ta'lim muassasalarida kirish darajasi 98% ni tashkil etadi. Turin akademik litseyi nafaqat bilim, balki katta imkoniyatlarni ham yaratadi. Bizning o'quvchilarimiz xalqaro va mahalliy olimpiadalarda, ijodiy konkurslarda, mahalliy loyihalarda hamda sport musobaqalarida muntazam ishtirok etib kelishadi. Biz o'quvchilarimizda liderlik hamda ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirishda katta yordam beramiz. Akademik litseyimiz o'quvchilari va rahbar o'qituvchilari ishtirokida doimiy tarzda qadimiy shaharlar, muzeylar va zavodlarga tashrif uyushtiriladi. Sayohat davomida o'quvchilar qadimiy yurtimiz tarixi, yodgorliklari, zavod faoliyati, avtomobil ishlab chiqarish jarayoni hamda zamonaviy texnologiyalar bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Akademik litsey o'quvchilari Turin Politexnika universitetida tashkil etilgan barcha sharoitlardan foydalanishlari mumkin. Shu o'rinda universitet kutubxonasi, sport zal va stadionlar, universitet oshxonasi, o'quv laboratoriyalari, texnopark sharoitlaridan foydalanish imkoniyatiga egadirlar. Universitet tomonidan akademik litsey o'quvchilari uchun bir necha imtiyozlar yaratilgan. O'qishdan tashqari, litseyimizda sinfdan tashqari faoliyat turlari rivojlanib kelmoqda. Sport, ijodiy to'garaklar, debatlar, ijodiy loyihalar hamda volontyorlik loyihalari shular jumlasidandir. Har bir o'quvchi o'z qiziqishlariga mos yo'nalishni topishi mumkin. Litseyga kirish uchun 9-sinf bitiruvchilari DTM imtihoni topshirishlari hamda kerakli ballarni to'plashlari kerak. Belgilangan talablar hamda muddatlar litseyning rasmiy tarmoqlarida e'lon qilinadi. Litseyimiz muvaffaqiyatli kelajak uchun qadamdir. Agar siz o'z ustingizda ishlashga, maqsadlar qo'yishga va orzularga erishishga tayyor bo'lsangiz, biz sizni kutamiz. Sizning kelajagingiz shu yerdan boshlanadi.